Reklama beruvchilar uchun ma'lumot. Kontekstual reklama VKontakteda targetni taklif qiluvchilar yoki Telegram birjalarida reklama buyurtma qiluvchilar bu ma'lumotni juda qimmatli deb bilishadi. Qarang do'stlar, mana Royal Hawk xizmat. Kontekstual reklama, banner reklama, video reklama mavjud. Mana biz videoni tomosha qilyapmiz. Ha, videoni joylashtirgan men edim. Mana kontekstual reklama. Va hozirda ushbu xizmatda 44.360 kishi. Bularning barchasi biznes manfaatlariga ega odamlar. Bu yerga har kuni mingdan ortiq odam qo'shiladi. Bu shuni anglatadiki, bu yerda auditoriya bor va barcha biznes manfaatlari. Bu juda iliq auditoriya. Bu yerga va qarang, men hozir shu yerdaman. Yandex.Direct bilan Yandex.Direct va Yandex.Direct hamda Royal Hawk reklamalari o'rtasidagi farqlarni taqqoslash uchun men Yandex.Directdan boshlayman. Mana men Yandex.Directda reklama kampaniyasini olib bormoqdaman. Konversiya darajasi 207, ya'ni 207 kishi. Konversiya, men reklama qiladigan narsalarga obuna bo'lganman. Obunachilar uchun narx 72,19 emas, balki deyarli 73 rubl edi. Lekin qarang, bu reklama kampaniyasi. U 4dan 6 mart kunlari ishga tushirildi va bugun bizda 16 may, ya'ni aprel va may oylari bor. Va bu vaqt ichida jami 207 ta obunachi 73 rubl narxida kelishdi. Ha, aprel oyida. Reklama kampaniyasi bu emas. Kampaniya boshlangandan 1,5 oy o'tgach 207 ta obunachi 73 rubl evaziga konvertatsiya qildi. Va men bu yerda juda ko'p narsani filtrladim. Agar kontekstual reklamadan qanday foydalanishni bilmasangiz, bu yerda biznesingizni yo'qotasiz. Reklama budjeti. Chunki kampaniya 300 rublda to'xtadi. Obunachi ketdi. Va bu yerda bu kampaniyadan atigi 600 rubl. Men har bir abonent uchun 73 rubl natijasiga erishgunimcha ularni filtrladim. Qarang, 1,5 oy ichida balansimda 5407 ta sarfladim. 20 tasini sarfladim. Taxminan aytganda, men bu yerda 15,000 rubl sarfladim va ba'zi odamlar reklama uchun juda katta miqdorda pul sarflashadi. Shunday qilib, har bir abonent uchun narx 72 rublni tashkil etadi. Bu kontekstual reklama uchun. Bu haqiqatan ham ajoyib narx. Chunki bu yerda narx bor edi va har bir abonent uchun 299,87, ha 300 rubl va 601 rubl. Ushbu 72 rublga erishish uchun buni Yandex.Direct yordamida qilishingiz kerak. Uni o'rganish uchun chindan ham ko'p mehnat qiling. Shu tarzda siz yaxshi narxga ega bo'lasiz. Va bu yerda nima bor? Bir kishi sizning reklamangizni ko'rib, veb-saytga kirib, obuna bo'ldi. Mana konversiya. 1,5 oy ichida 7 ta obunachi do'stlar va 15,000 rubl sarflandi. Endi Royal Hawk o'yinini qilaylik. Qarang, banner reklamasi. Mana turli bannerlarni joylab, eng yaxshisini aniqlash uchun ularni sinayapman. Video reklama. Mana mening video reklama bo'yicha videolarim. Xo'sh, men kontekstual reklamani ishga tushirmadim. Va endi men bu yerga reklamalar joylashtirdim va obunachilar mening Telegram kanalimga kelishadi. Mening mavzum murakkab. Ko'rib turganingizdek, men muvaffaqiyatli treyderlarni taqlid qilaman. Ha, tejash, savdo qilish, robotlar murakkab mavzu va bunday mavzudagi obunachi. Telegramga reklama joylaganimda, reklama budjetini butunlay sarflab yuborardim. Obunachilar umuman kelmasdi yoki 1-2 kishi kelardi. Reklama uchun 5,000 rubl sarflangan bo'lsa ham, ular darrov obunani bekor qilishardi. Ya'ni reklama budjetini behuda sarflash bo'ldi. VKontaktda ham target reklama xuddi shunday, reklama budjeti shunchaki behuda ketadi. Yandex.Directda ham holat o'xshash.
Mana men sizga buni ham aniq misolda ko'rsatdim. 2000 dan 15.000 rublgacha sarflangan va atigi 207 ta obunachi kelgan. Agar bu yerda yangi boshlovchi ishlaganida, u har bir obunachiga 600 rubl to'lagan bo'lardi. Tasavvur qiling, hozir aynan shu paytda menda yana ko'rsatilmoqda. Banner reklamada 4000 ta ko'rish qoldi. Endi Telegram kanali statistikasiga o'tamiz. Demak, mana statistika. Qarang, o'sish bor. Ha, bu Royal Hawk'dagi reklamadan, yana odamlar obuna bo'lishdan. Shunday qilib, men kunlarni boshdan kechirdim. Keling, kunlarni sanaymiz va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 ni olamiz. Bugun men bu yerda aytib o'tganimdek reklamaning 15-kuni. Bu o'sish 133 ta obunachi va 99 ta obunachining video reklamasi 8 rubldan iborat bo'ldi. Obunachi juda yaxshi ish qildi, do'stlar. Tasavvur qila olasizmi? Lekin bu yerda banner reklamasi bilan mening mavzumga obuna bo'lish biroz qimmatroq. 21 rubl. Bu hisobotlarning barchasi u yerda. Men ularni darhol ko'rsatdim. Qarang, bir kuni 22 ta obunachi keldi. Ikkinchi kuni 26 ta obunachi keldi. Mana banner o'zgardi. 9 ta obunachi keldi. Mana men bannerlarni sinab ko'ryapman. Ertasi kuni 18 ta obunachi keldi. Ertasi kuni 2 ta obunachi keldi. Reklamalar deyarli ko'rsatilmadi. Bitta banner u yerda bir necha kunga yopiq bo'ladi va 3 kungacha namoyish etiladi. Ular 10.000 ni ko'rsatishadi. Hozir narxini, qancha turishini ko'rsataman. Qarang, video reklamadan so'ng darhol 133 ta obunachi paydo bo'ldi va 99 videodan allaqachon 231 ta obunachiga ega bo'lgansiz. Ya'ni video reklama juda yaxshi ishlaydi. Lekin video reklama biroz boshqacha. Endi men nima uchun banner reklamasini qo'yganimni tushuntirib beraman. Bu yerda obunachilar yo'q edi. Mening bannerim yo'q edi, menda ham yo'q edi. Keyin 28 ta obunachi keldi. Ko'rib turganingizdek, bir kunda 20 dan 30 tagacha obunachi keladi. Mana 25 ta obunachi, 28 ta. Kecha esa 17 ta obunachi bor edi. Bugun bizda allaqachon 2 ta obunachi bor. Ha, va endi menda yana 4400 ta banner ko'rishlari bor. Ya'ni bu hikoyaga qarang. Ha, bu yerda bannerlar bor. Bir kishi bayroqni ko'radi. Mana mening bannerim, ha. Bir kishi bannerga boradi va unga shunday post ko'rsatiladi. U ushbu postni o'qiydi va ataylab kanalga obuna bo'ladi. Tushundingizmi? Ya'ni u maqsadli harakatni amalga oshiradi. Bu maqsadli obunachi. U aynan shuning uchun men banner reklamalarini joylashtirayotganimni ko'rdi. Lekin video reklama sizga ko'proq obunachilarni taqdim etadi va arzonroq. Lekin ular unchalik nishonga olinmagan. Xuddi banner reklamasidagi kabi. Chunki qarang, bir kishi xizmatga keldi, bannerni ko'rdi, qiziqib qoldi, bosdi, postga yetib bordi, uni o'qidi va shundan keyingina obuna bo'ldi. U konversiya maqsadidagi harakatni amalga oshirdi. Bu shunchaki shunday obunachi. Issiq tushunasiz. Shunday qilib, bannerdan men 21 rublga obunachi oldim. Bu menga bir joyga tushdi. Lekin kontekstual reklama bilan solishtirganda bu shunchaki olov. Juda arzon. Video reklama, ha, 8 rubl uchun. Obunachi menga juda qimmatga tushdi. Mana sizga ko'rsatgan statistika, ha, obunalar bo'yicha. Bu yerga. Ya'ni men endi bunday budjet pullari evaziga bunday reklamalardan obunachilarni qabul qilmadim. Kanaldagi ushbu reklamadan ko'proq narsani oldim. 2000 kishiga aylandi. Shunday qilib, men kanalni 6 yildan beri boshqarib kelmoqdaman va la'nati, umuman obunachi topa olmadim. Ular mening mavzumdan obunani bekor qilishyapti, to'g'rimi? Va reklama budjetining katta qismini behuda sarfladi. Natijada, xo'sh, obunachilar, aytganimdek, men ham qo'shilyapman.
Men Telegram birjasida reklama va obunachilarga buyurtma beraman va bitta reklama uchun 5000 rubl sarflayman. Va obunachilar kelmaydi. Va har oy shunday. Bu yerda yiliga 100 dan kam minglab rubl bor. Men uni reklamaga sarfladim. Telegramda va foydasi yo'q. Mana sizga ko'rsatgan kontekstual reklama. 1,5 oy ichida 15,000 va atigi 207 ta obunachi. Va abonent narxi bu oxirgisi 72 rubl 91 tiyin. Bitta abonent 73 rubl oladi. Bunday narxga erishish uchun bu yerda qancha ish qilish kerakligini tasavvur qiling. Chunki abonent 300 rubl yoki 600 rubl bilan kun kechirishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, siz kontekstual reklamaga biroz kuch sarflashingiz kerak. Va ko'rib turganingizdek, 1,5 oy ichida 200 ta obunachi bilan mavjud bo'lganidan ko'proq ko'rishga erishish mumkin edi. Lekin bu reklama budjetini butunlay behuda sarflashdir. Chunki men Yandex Direct'dan bir necha yillardan beri foydalanib kelaman. Mana hikoya do'stlar. Bu yerda reklama qancha turadi? Qarang, men reklama yaratganimda mana shu paketlarni tanlayman, eng foydalilarini. Masalan, 10,000 ko'rish $30. Narxi 1000 ta ko'rish uchun $3. Siz buni $1 bilan sinab ko'rishingiz mumkin va mana 30,000 taassurotning narxi. Agar buyurtma qilsangiz, uning narxi $50 bo'ladi. Va shuning uchun narx 1000 ta ko'rish uchun $1 bo'ladi. Video reklama ham ancha arzon. Siz videoni qancha vaqt, 20 soniya ko'rsatishni tanlashingiz mumkin. Bo'ladi. No. 2 sent 30 soniya, 3 sent 1 daqiqa, 6 sent, 2 daqiqa, 12 sent va 5 daqiqa 3 sent 30 sent. Hozircha bu yerdagi reklamalardan siz mos ravishda saytga va YouTube'dagi videoga havola qo'yishingiz mumkin. Xo'sh, otish ko'rsatilgan. Mamlakat va shahar bo'yicha nishonga olish imkoniyati mavjud. Siz foydalanuvchilarni tanlashingiz, ularga qancha ko'rsatishni va qancha ko'rsatmaslikni tanlashingiz mumkin. Mana, video reklama menga har bir obunachi uchun 8 rublga tushdi. Lekin bannerli reklama ko'proq konversiyaga ega, chunki odam ko'radi. U bannerni ko'radi, qiziqadi, bannerga bosadi, postga otadi. Uni o'qiydi va faqat shundan keyin obuna bo'ladi. U qayerga ketayotganini, nima qilayotganini tushunadi. Ya'ni bu yetarlicha maqsadli obunachi. Va xizmatdagi auditoriya har kuni o'sib bormoqda. 1000 dan ortiq odam. Ushbu xizmatga har kuni 1500 tagacha odam tashrif buyuradi. Ya'ni u arzon narxlardagi past konversiyali reklamalarni taklif qiladi. Va endi men sizga bu yerda bizda yangiliklar va juda yaxshi yangiliklar borligini ko'rsataman. Bu yerda odamlar ushbu kanalda sharflar joylashtiradilar. Royal Hawk'ga obuna bo'lishni unutmang. Men sizga hozir ko'rsataman. Eng so'nggi yangiliklar shu yerda edi. Ya'ni agar siz reklama hisobingizni $100 yoki undan ko'proq miqdorda to'ldirganingizda bonusingizni to'ldirsangiz, reklama beruvchi to'ldirilgan summaning 50%ni o'z sovg'a hisobiga oladi. Bu nima? Shunday qilib, siz reklama hisobingizni $100 ga to'ldirasiz va bu sovg'a hisobiga $50 qo'shiladi. Bu sizga reklama uchun 50% bonus olish imkonini beradi. Siz ularni kontekstual banner reklamalariga sarflashingiz mumkin. Lekin siz reklama hisobingizdan video reklama ham qo'shishingiz mumkin. Demak, siz $100 yoki undan ko'proq depozit uchun 50% bonus olasiz. Shuning uchun siz $100, $50 depozit qilasiz va ustiga gift bonus olasiz. Hisoblar faqat kontekstual banner reklamasiga sarflanishi mumkin, ya'ni bu reklama xizmati. Ko'pincha ular tez orada bu yerda bo'lishadi. Bu yerdagi ijrochilar uchun bo'lim frilanserlik kabi bo'ladi. Odamlar pul evaziga vazifalarni bajaradilar.
Ba'zilar ma'lum bir vazifalar beradi. Birek timiz, butun 5, ba'zilari esa bu vazifalarni bajaradi. Hayotda doim shunday bo'lib kelgan va aynan shunday auditoriya uchun mo'ljallangan reklama bo'ladi. Ya'ni bugungi kunda konversiya darajasi yuqori. Reklama haqida bilmayman. Gap reklama budjetingizni behuda sarflashda. Do'stlarim, men shunchaki tajribali reklamachiman. Reklama budjetlarini isrof qilishda tajribaga ega. Aytaylik, bu bir necha yil ichida men shunga o'xshash narsani yozgan yagona joy. Mana oddiy navdagi obunachilar soni. Men har doim statistikani yana tekshirib turaman. Bu banner video reklamasidan olingan. Bugungi kungacha 15 kundan beri doimiy ravishda obunachilar oqimiga egaman. Hozir 20 kundan beri 15 kun, jami 15 kun ichida 300 dan 400 gacha yaqin obunachi sarfladi. Xo'sh, men banner reklamasidan video reklamadan 8 rublga obunachi oldim. Barcha hisobotlar bir yil davomida 21 rubldan mavjud. Ammo bu yerda odamlar ko'plab sharflarni nashr etishadi va ular haqiqatan ham u yerda eng arzon obunachilarga ega. Bu 7 sentga chiqdi. Bu banner reklamasidan taxminan 5 rubl. Xo'sh, lekin mening mavzum ko'rib turganingizdek tejash, reyd, robotlar, savdo, shunga ko'ra, bu mavzu odatda juda murakkab va odamlar bu yerga kamdan kam kelishadi. Xo'sh, bu juda murakkab mavzu. Shunday qilib, agar siz mening mavzumga obuna bo'lgan shaxsga narx qo'ysangiz, agar siz Telegramni birjalarda ro'yxatga olsangiz, bu 500 dan 1000 rublgacha bo'ladi. Obunachi uchun do'stlar. Bu mavzu bo'yicha va bu ajoyib deb hisoblanadi. Siz o'zingiz yangi direktdan foydalanmoqdasiz. Siz aniqlay olasiz. Har bir abonent uchun 600 rubl va har bir abonent uchun 300 rubl. Agar men bu yerda hech qanday sozlamalarni o'rnatmaganimda, hech qanday cheklovlar yaratmaganimda, obunachim bo'lar edi. 300-600 rubl uchun va men reklama budjetini behuda sarflagan bo'lardim. Agar men sozlamalarni o'rnatmaganimda, unda qanday bir yarim oylik reklama kampaniyasi xarajat bo'lar edi. U 1-2 kun ichida muammoga duch kelgan bo'lardi. Kontekstual reklama aynan shunday. Xo'sh, Telegramda reklama haqida nima deyish mumkin? Siz reklama joylashtirdingiz. Post 24 soat davomida ochib turdi va tamom, reklama budjeti behuda ketdi. Obunachilar kelmadi. Maqsad ham xuddi shunday. Mana men sizga ko'rsatdim. Telegram kanali statistikasi odamlar kelayotganini ko'rsatdim. Ya'ni bir kishi xizmatga kiradi, bannerni ko'radi, bosadi, postni o'qiydi va obuna bo'ladi. Ya'ni konversiya maqsadidagi harakat bajarildi. Ya'ni bu shunchaki obunachi emas. Bu mening taklifimga qiziqqan obunachi. Farqni tushunyapsizmi? Mana do'stlar. Xo'sh, xizmatdan foydalaning. Xizmat ko'rsatish sohasi o'sib bormoqda. Hozirda siz bu yerga osongina $200 qo'yishingiz mumkin. Va undan 44 ming auditoriya uchun foydalaning. Reklamani xotirjamlik bilan namoyish eting. Va xizmat o'sib borishi bilan. Bu yerga reklama qo'shish juda ajoyib reklama xizmati. Bu yerda faqat maqsadli auditoriya biznesga qaratilgan. Bu yerda faqat biznes takliflari mavjud. Asosan, maqsadli auditoriya bu pul ishlash mumkin bo'lgan turli loyihalarni qidirayotgan, ya'ni qidiruvda bo'lgan biznes auditoriyasi. Va hokazo ularning aksariyatiga onlayn biznes nima ekanligini tushuntirish shart emas. Shuning uchun bu yerda biznes mavzulari uchun juda yuqori sifatli maqsadli auditoriya mavjud. Mana do'stlar, bu yerda reklama buyurtma qiling. $1 sinab ko'ring. Agar bu statistikaga ishonmasangiz, Lekin bu yerda hamma narsa aniq. Men Telegram kanaliga haqiqiy dinamikani, haqiqiy statistikani, haqiqiy qo'shimchalarni ko'rsatdim. Shunday qilib, uni $1 ga ishlating, $5 ga sinab ko'ring, keyin $100 kiriting va hisobingizga bonus oling. 50%.
va bu yerda siz yaxshi konversiyaga ega bo'lasiz. Hozircha budjet puli evaziga sifatli reklama.